Assalomu alaykum hammaga. Farg'ona shahrida CDI Avenue qidirib yurganlar uchun bir zo'rini ko'rsatamiz bugun. Farg'ona shahridagi eng yirik CDI Avenue'lardan biri Ayolzon o'quv markazi Farg'ona filialida joylashgan. Ismim Ulug'bek, mana shu filial menejeri hisoblanaman. Bugungi videomizda biz sizlar bilan CDI Avenue'miz haqida birin-ketin hamma narsani ko'rib chiqamiz. Boshlashimizdan oldin, agar sizga ingliz tili va IELTSga oid kontentlar kerak bo'ladigan bo'lsa, sahifamizga obuna bo'ling. Tayyor bo'lsangiz, biz boshlaymiz. Demak, manzilimizni tushuntirib o'taman. Bolajonning oldida Najot ta'lim o'quv markazi binosi joylashgan. Uning oldida egza bino bor. Mana shu binoyimizning 5-qavatida Ayolzon o'quv markazi CDI Avenuesi joylashgan. Hozir yuqoriga ko'tarilamiz. Hammasi o'sha yerda ko'ramiz. Ketdik. Mana biz hozir 4-qavatga chiqdik. Bizi asosiy resepsiyonimiz, qabulxonamiz aynan mana shu yerda. CDI bo'yicha ma'lumotlari, qo'shimcha qanaqadir savollarga javobni bemalol shu qabulxonamizdan olsanglar ham bo'ladi. Lekin CDI Avenue'miz yuqorida joylashgan. Mana biz 5-qavatga ham chiqib oldik. CDI Avenue'miz aynan mana shu qavatda joylashgan. Hozir sizlar bilan CDI Avenue'ga kiramiz va CDI Avenue'miz beradigan hamma imkoniyatlari birgalikda ko'rib chiqamiz. Bizning darslar yakunlangan, mock imtihonimizning ikkinchi smenasi ham yakunlangan. Bu degani biz bemalol xonaga kirib obzor qilishimiz mumkin. Mana biz CDI Avenue'mizdamiz. Ko'rib turganinglarda bu venueni biz iloji boricha haqiqiy imtihon bilan bir xil holatda tayyorlashga harakat qilganmiz. Buni birinchi bo'lib kelinglar, men hozir sizlarga devordagi mana shu shum izolyatorlarni tushuntirishdan boshlayman. Bu shum izolyatorlar nima uchun yopishtirib chiqilgan? Chunki mana shu holatda sizlar test topshirayotganinglarda yoninglardagi kandidat klaviaturadan foydalanishi mumkin, bilamiz, hamma har xil holatda foydalanadi. Nima bo'lganda ham shovqini sizga eshitilmasligi uchun, shovqin yutishlik uchun xuddi shunaqa shum izolyatorlar, demak, devorlarga yopishtirilgan. Haqiqiy imtihonda ham xuddi shunaqa holatni ko'rasiz. Endi jihozlarimizga keladigan bo'lsak, mana shu 12 talik parta qo'yganmiz. Kelajakda, yaqin kelajakda xudo xolasa, mock imtihondan tashqari IDP test markazi bilan birgalikda haqiqiy imtihonlarni ham o'tkazamiz. Shuning uchun 12 ta parta, 12 ta kompyuterlarni joylashtirganmiz. Xo'p, stullardan boshlaydigan bo'lsak, ergonomik holatdagi stullar, ya'ni qancha o'tirsangiz ham belingiz og'rimaydi, yaxshi holatda test yechib chiqishingiz mumkin bo'ladi. O'zingizlar juda ham yaxshi bilasizlar. Testlar odatda 3 soatgacha boradi. Mana shu 3 soatda siz bemalol yaxshi holatda test topshirishligingizni ta'minlash uchun xuddi shunaqa, demak, stollar, jihozlar tanlangan. Yana nima haqida gapirishimiz mumkin? Quloqchinlar bor. Mana ko'rishinglar mumkin. Quloqchinlar juda ham bir sifatli va haqiqiy imtihondagi bilan bir xil holatdagi quloqchinlar tanlangan. Quloqqa yaxshi o'tiradi va taqqaningizda tashqaridagi ovozlar deyarli eshitilmaydi. Bu ham bo'lsa, shu haqiqiy imtihon bilan bir xil holatda tanlangan. Kompyuterlarimizni ham ko'rishinglar mumkin. Eng so'nggi rusumdagi yaxshi katta dyumli kompyuterlar tanlangan va bizda maxsus klaviaturalar bor. O'sha bo'rtib chiqqan klaviaturalar. Bu ham bo'lsa, sizni yaxshiroq topshirishligingizni, yaxshiroq yozishligingizga ta'minlaydi va haqiqiy imtihonda ham bitta narsaga e'tibor berib qo'ysizlar. Shunaqa klaviatura tanlayotgan bo'lsanglar, o'zingizlar uchun iloji boricha simlisini tanlashga harakat qilishligimiz kerak bo'ladi, o'rganishlik uchun. Chunki haqiqiy imtihonda ham xuddi shunaqa simli klaviatura va meshkalar, sichqonchalar ishlatiladi. Yaqinroq kelamiz endi. Yaqinroq keladigan bo'lsak, men platforma haqida ham tushuntirib o'taman. Demak, Ayolzon o'zini maxsus platformasidan foydalanadi. Ya'ni siz berilgan link orqali o'zingizga qulay bo'lgan vaqtda speaking testini va main testni tanlashingiz mumkin bo'ladi va kelganingizda bizni mock menejerlarimiz sizga ko'rsatishadi. Bemalol o'zingizda ID raqamingizni kiritish orqali, raqamlaringizni kiritish orqali platformani ichiga kirasiz. Platformamizda nimalar bor? Listening, reading, writing hammasini instruksiyalar beriladi va siz uzog'i bilan 3 soat ichida mana shu CDI Avenue'mizda mock imtihonni topshirishingiz mumkin bo'ladi. Va biz shu paytgacha juda ham ko'p talablar bo'ldi va 12 ta kandidat bir vaqtda topshirish kelishyapti va har kuni 2 ta smenadan o'tkazyapmiz. Orada juda ham talab yuqori bo'lganligi uchun javoblarni chiqarishligimiz 2-3 kunga ham cho'zildi. Lekin biz hozir harakat qilyapmiz. 36 soat ichida javoblaringiz chiqariladi va javoblar chiqqanda siz bemalol o'zingizning kabinetingizga, profilingizga kirgan holatda qayerda xato qildingiz,
aynan readingda yoki listeningda qayerda xato qildingiz va qaysi javoblar to'g'ri chiqdi hammasini ko'rishingiz mumkin va writing bilan speakingga bo'lsa maxsus feedbacklar beriladi. Masalan, siz writingda grammatical range and accuracy ga misol uchun 6 olgan bo'lsangiz, albatta 6 uchun aynan mana shu kriteriya uchun sizga feedbacklar beriladi. Hammasini javoblar chiqqanda ko'rishingiz mumkin. Iloji boricha birga bir holatda haqiqiy imtihonni atmosferasini his qildirish uchun shunaqa holatda tayyorladik va hozirda juda ham ko'plab topshirayotgan kandidatlar xursand bo'lishyapti. Humoyun, 2 oyda 500 tacha bo'ldi. 2 oy ichida bizda imtihon topshirganlar, ya'ni mock imtihon topshirganlar 500 dan oshdi. Buni yana statistikani doimiy bo'lishib boramiz. Yana nima haqida gapirishim mumkin? Ko'rib turganingizda, mana shu CDI venuemizda maxsus kameralar bor, ovoz yozadi va hamma harakatni bilib turishlik uchun maxsus kameralar o'rnatilgan. Haqiqiy imtihonda ham xuddi shunaqa holat. Ba'zilarda kameradan qo'rqish degan narsa bor. Menda yo'q bu narsa, lekin juda ham ko'pchilikda kameradan qo'rqish degan narsa bor. Va haqiqiy imtihonga ham kirishganda kameralar turganini ko'rib qo'rqib ketishmasin degan maqsadda mana shu CDI venuemizga biz xuddi shunaqa kameralarni o'rnatganmiz. Xo'p, yana nimalar deyishim mumkin? Menimcha yetarli. Aytgancha, agar siz speaking testini tanlaydigan bo'lsangiz, mana shu haqiqiy main testingizdan keyin olishingiz mumkin va kelajakda biz mana shu main testdan oldin ham olishni hozircha rejalashtiryapmiz. Test javoblari, ya'ni writing va speakinglar IELTS darajalari 8 va 8.5 bo'lgan tajribali ustozlarimiz tomonidan olinadi va baholanadi. Bemalol siz haqiqiy imtihoningizdan oldin kelib darajangizni bilib ketishingiz mumkin bo'ladi. Yana ko'p beriladigan savollardan bittasi bu CDI format imtihon topshirilganda speaking qanaqa holatda bo'ladi? Face to face mi yoki online mi deyishadi. Biz mock imtihonlarimizda ikkala tomonlama ham, ikkala usul bilan ham speaking olib kelyapmiz. Agar sizga deylik online qulay bo'ladigan bo'lsa, uyingizda turgan holatda Zoomda bemalol topshirsangiz bo'ladi. Agar sizga kelish noqulay bo'lmaydigan bo'lsa, ustozlarimiz bilan, examinerlar bilan speaking imtihonni topshirib olishingiz mumkin bo'ladi. Bularning hammasi, ya'ni mana shu haqiqiy imtihon bilan bir xil holatda yaratilgan atmosferada imtihon topshirish, mock imtihon topshirish 200 ming so'm deb belgilangan va bu holat Toshkentdagi holat hisoblanadi. Toshkentda filiallarimizda xuddi shunaqa holatda bo'ladi. Va biz Farg'onadagi bozor o'rganib chiqqan holatda 120 ming so'mga tushirdik va 120 ming so'mga siz shularni hammasini olishingiz mumkin. Lekin bu bilan to'xtab qolganimiz yo'q. Agar siz bir oy davomida ketma-ket 2 marta imtihon topshiradigan bo'lsangiz, uchinchisida bemalol bepulga qatnashishingiz mumkin bo'ladi. Va bizni o'zimiz o'quvchi, ya'ni IELTS o'quvchilari bo'lsa, har bitta imtihonni bonus holati, ya'ni 60 ming so'mlik holatda chegirmada imtihon topshirishlari mumkin bo'ladi. Menimcha CDI venuemiz haqidagi barcha ma'lumotlarni aytib o'tdim. Agar siz farg'onalik bo'lsangiz va aynan mana shu venueda, ya'ni IELTS'dagi venueda test topshirmoqchi bo'lsangiz, testingizdan oldin mock imtihonlarimizda qatnashishni tavsiya qilgan bo'lardik. Bu ham bo'lsa, keyinchalik test imtihoningizda o'zingizni erkinroq his qilishingiz va natijada yaxshiroq balli qo'lga kiritishingizga yordam beradi deb o'ylaymiz. Qanaqadir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, izohlarni yozib qoldiringlar. Xuddi shu kabi yaxshi, foydali ma'lumotlar va ingliz tili va IELTS ga oid bo'lgan kontentlarni kuzatib borish uchun sahifamizga obuna bo'linglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.